Akalar, sizlarda ham kuzatiladimi shunaqa holat? Telegramga kirsangiz, rasman tezkor deb yozib qo'yadi, kirib o'qisangiz. Falonjalik chorraha kameraga urishni boshladi. Yoki bo'lmasam propan narxi rasman tushdi deydi. Zapravkaga borsiz, hali bizga tushgan yo'q, narx pashashi bo'ladi. Yoki bo'lmasam jarimalar oshgan bo'lib chiqadi o'qisangiz. Shunga o'xshash xabarlar o'qiysizlarmi? Rasman tezkor desa beziladigan to'ppa o'qiganim. Rasman tezkor. Birinchidan anaqa bo'lar ekan, birinchidan anaqa bo'ladigan bo'ldi. Gazaplarga soat rasman 9da ochilib 10da bekilar ekan. Borsiz bekik bo'ladi zapravka. Bu xabar vodiyga tegishli emas deb qo'yadi. Shunaqa holatlarga e'tibor beryapsizlarmi? Rasman tezkor degan so'zni o'qisam, bezdilar to'ppa shu deb sovuq xabar berganchi. E'tibor berdinglarmi? Hech xush xabar deb ko'rmadim-da, xush xabar ko'rsak ham kuni surilgan bo'ladi, bir limit kuni surilgan bo'ladi, limit qo'yilgan bo'lsa, shuni